Ustozlardan bir bo'lgan voqea eshitgandim. Bu voqea kimgadir nasihat, kimgadir maslahat bo'la olishi mumkin, lekin aniq bilaman, ibrat bo'ladi. Bir ovchi yigit o'zi aytib bergan ekan, hayotida bo'lgan voqeadan. Ovga chiqdim. Bo'ri uyasiga duch keldim. Qarasam, ichida katta-katta bo'lib qolgan bo'ri bolalari. Ularni otib o'ldirdim. Onasi kelib qoldi. Ona bo'ri. Uni ham otib o'ldirdim. Ovim baroridan keldi deb xursand bo'lib uyga qaytdim. O'zimga o'xshagan ovchi yigitlarni chaqirib maishat qildik. Bazmu Jamshid avjiga chiqqanda negadir yuragim g'ash bo'lib, hovliqib ko'chaga chiqdim. Qarasam, bo'ri. Ota bo'ri kelibdi. 3 yashar o'g'lim bo'rini bo'yinlaridan osilib, o'ynab, dumlaridan tortadi. To'g'risi, qilgan ishimdan pushaymon bo'lib ketdim. Dod deb yubordim. Ey Xudo, kechir. Bo'ri, kechir. Ey Xudo, kechir. Kechir. Bo'ri menga qaradi. Uni ko'zlaridan shashqator yosh oqardi. Orqasiga o'girildi-yu ketdi. Ana shunaqa birodar. Bo'rilar joyi kelsa insonlardan, ayrim erkaklardan mard bo'ladi.